Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchi muxlislar. Bugungi videomiz prezervativ haqida. Prezervativlar lateks rezinasidan tayyorlangan bo'ladi. Erkaklar uchun jinsiy olatga kiygizdiriladi, ayollarda qin ichiga qo'yiladigan turlari bo'ladi. Prezervativ preserve, himoya inglizcha so'zdan kelib chiqqan bo'ladi. Kondom so'zi esa bir necha kelib chiqishlari bor. Bu Angliya qiroli Charles II ni doktor kondomdan kelib chiqqan. Uni bir necha homiladorliklardan himoya qilib, hayvonlar ichagidan tayyorlab berilganligi uchun ba'zi manbalarda shu nom bilan ham yuritiladi. Qisqacha tarix haqida gapirib beraman. Eramizdan oldingi 3000-yillarda Misr, Yunonistonda zig'ir matolardan tayyorlangan, o'rta asrlarda 1564-yillarda doktor Fallopiya tarafidan hayvonning ichaklari va o't pufaklaridan tayyorlangan. Zamonaviy prezervativlar 1930-yilda asosan lateksdan tayyorlana boshlagan. Prezervativlarning tayyorlanish materialiga qarab turib eng keng tarqalgani bugungi kunda lateks hisoblanadi, lekin ba'zi odamlarda lateksga allergiyasi bo'lganligi uchun zamonaviy tibbiyot bunga yechim qilib poliuretan va poliizopren materiallardan tayyorlangan prezervativlarni taklif qila boshladi. Lekin avvallari ishlatilgan hayvon ichaklari va zig'ir materialdan tayyorlangan prezervativlar bugungi kunda bozorda umuman qolmagan. Yuqorida aytib o'tganimdek, prezervativlar erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida bo'lishidan tashqari, bularni mustahkamligi jihatidan mustahkam, ultra yupqa va ekstra strong turlari mavjud. Bundan tashqari prezervativlarga qo'shimcha xususiyatlar qo'shilgan. Bular kechiktiruvchi xususiyatga ega bo'lishi mumkin, lubrikantli bo'lishi mumkin va spermatozoidlarni o'ldiradigan spermatsidlik, yanada feromenlarni qo'shib erkak ayolni jinsiy aloqada lazzatini oshirish uchun xushbo'y aromatizatsiyalangan turlari ham mavjud. Prezervativda tug'ruqdan keyingi davrda gormonal va mexanik kontratsepsiya, ya'ni ayollarda spiral ko'tara olmaslik holatida va erkaklarda bepushtlik bilan davolayotgan turgan paytida to'liq foydalanishni tavsiya etamiz. Shu o'rinda prezervativ haqidagi negativ gaplarga ilmiy asos keltirib o'taman. Prezervativ bepushtlik chaqirmaydi. Kasalliklardan va homiladan 98% asraydi xolos. Erkaklarda ham, ayollarda ham gormonal buzilishlarga sabab bo'lmaydi. Eng katta erkaklarda orasidagi qo'rquv bo'lgan prezervativ lazzatlanish hissini pasaytirmaydi. Prezervativni ochish texnologiyasini o'rgataman. Qabulimizdagi bemorlarga ham buni o'rgatamiz. Har bitta prezervativni ochish liniyasi shu yerda bo'ladi. Ochiladi. Ochgandan keyin ichida odatda 3 ta chiqadi. Shu shaklda va bularning o'rtasida hammasida uziladigan joy bo'ladi. Shu shaklda uzamiz va shu tishlik tomonidan ko'ndalangiga kesib ochamiz. Bu toza, steril narsa hisoblanadi. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgani buni taklanish shakli. Jinsiy olat o'ta qattiq holatda bo'lgandan keyin buni qaysi tarafga qarab yurishiga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar teskari holatda tortilsa, bu yurmaydi. Shuning uchun oldin tekshiriladi va shu holatda kiygizdirilib boriladi. Kiygizdirilib borilgandan keyin jinsiy aloqani boshidan boshlab toqiladi va jinsiy aloqa tugagandan keyin uni shu shaklda olib, uni musirga tashlab yuborish bilan jarayon tugaydi. Juda ko'p erkaklar prezervativni uyda ichida foydalanishlikka, lazzatlanishni, sezgini pasaytirishiga negativ fikrlarga ega. Buni hech qanday joyi yo'q. Bir necha marta ishlatgandan keyin erkak kishi ham, ayol kishi ham prezervativga moslashadi, ya'ni barcha sezgilar o'z o'rnida qoladi. Faqatgina miyadagi psixologik to'siqni olib tashlasalaring bo'ldi. Bugungi videomizning nihoyasiga yetdik. Prezervativ haqida sizlarga qisqacha qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qildim. O'ylaymanki, barchaga foydali bo'ldi. Sizlar bilan urolog, androlog Zarifjon Murodov, Hospital ZM klinikasi, Qo'qon shahar, keyingi videolarda ko'rishguncha.